Assalomu alaykum hammaga. Bugun 51-elementimiz surma bilan tanishamiz. Surma atom raqami 51 bo'lgan kimyoviy elementdir. Surmaning kimyoviy belgisi Sb, lotincha nomi stibum. Surma qadimdan ma'lum. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, atom raqami 51, atom massasi 122, normal sharoitda surma qattiq, rangi kulrang, klassifikatsiyasi nisbatan metal, elektron manfiyligi 1,9, qaynash temperaturasi 1860 Kelvin yoki 1587 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 903,78 Kelvin yoki 630,63 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 6,697 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Surmani kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, surmaning kimyoviy belgisi Sb, atom tartib raqami 51, nisbiy elektromanfiyligi 1,9, atom massasi 122, elektron konfiguratsiyasi 5s2, 5p3 ni tashkil etadi. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, tasvirida mana shu surma massasi 40 gram, diametri 36 mm, qalinligi 8 mm, sofligi 99% ni tashkil etadi. Atom tuzilishiga o'tadigan bo'lsak, atom tuzilishida 51 ta elektron bor. Bu elektronlar atomda to'xtovsiz harakatlanadi. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 51 ta protoni bor va 71 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Surma haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.